Bunda yer yuzini egallab borayotgan eng xavfli epidemiya bu narkotik va psixotrop moddalardir. Bu vabo haqiqatda juda qo'rqinchli va unga qaram bo'lib qolayotganlarning aksariyati yoshlar hisoblanadi. Bu nafaqat jinoyat, balki oila, jamiyat va kelajakka qarshi qaratilgan tahdid. Eng achinarlisi, bunday moddalarni nafaqat iste'mol qilish, balki ularni tarqatishga uringanlar ham aniqlanmoqda. Toshkent shahrida Sayram va Mustaqillik ko'chalari chorrahasida ikkita transport vositalari to'qnashuv hosil qilgan paytda chorrahada xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmat xodimi shu zahoti kelib ikkala avtotransport vositasining haydovchilari bilan suhbatlashadi. Yuzaga kelgan o'zaro janjalni bartaraf qilishga harakat qilayotgan bir paytda ularning ikkalasi ham o'zining shubhali xatti-harakatlari bilan xodimning e'tiborini tortadi. Shundan so'ng xolislar ishtirokida ikkala haydovchilarning avtomashinalari ko'zdan kechirilganida kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari va giyohvand moddasi iste'mol qilingan idishlar aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olinadi. 201-modda bilan, ya'ni psixotrop moddalar bilan sudlanib qamalganman. Qilgan ishimdan ancha pushaymonman. Siqiladigan, o'ylanadigan, mendan ham ko'ra ancha uyimda o'tirgan ota-ona makubotni xolomni, misol uchun ovqatini berishyapti, boshqa qilishyapti. Hatto uydagilarim, singillarim, ukalarim meni o'ylab kulib, aslida men qamoqda emasman, ular qamoqdagi o'xshaydi. Rosa siqilishyapti, ozgina sog'liqlarini ham olib qo'yishgan. Ozodlikni yo'qotdim, ota-onamni yo'qotdim, qadrliga yetdim. Bu yo'lda bo'lmasa kerak. Qanaqadir jinoyat qilib qo'yilgandan keyin o'sha bu joyga kelib bosh urilganda kech bo'lib qoladi. Chunki meni boshimdan o'tdi, o'sha boshim urilganda kech bo'ldi deb o'yladim. Juda katta xato qildim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Qing'ir ishning qiyig'i 40 yilda ham chiqadi deb bejizga aytishmasa kerak. Nadomat chekayotgan bu yoshlar endi 40 yil emas, bir umr pushaymon bo'lishadi.